qo'lida qadrimiz o'ynab yurganlar, ishimiz bitkazmay qiynab yurganlar, orqadan mayda gap chaynab yurganlar, bugun cho'qqilarda bizlarni ko'rmish, uni o'zim odam qilganman dermish. Welcome to Subhan Studio. Subhan Media. Kibrli do'stlar drammasi. Soxta do'st bilinib turadi, soyaga o'xsharkan. San bilan faqat yorug' kunda birga bo'larkan. Odamlarga hech ham ishonish qiyin emas, yana qayta ishonish qiyin bo'larkan. Sodiq do'st bo'lish uchun tiz cho'kish shart emas. Hammaga do'st bo'lgan odam hech kimga do'st emas. Dushmanlardan emas, do'stlardan qo'rqish kerak. Do'stlar sotqinlik qilarkan, dushmanlar emas. Yalanib kirib olarkan, ko'nglingdan joy topib, zo'rman deb dunyoga jar solar vaqt o'tib. Tushunishga tushunaman, lekin kechirish qiyin. Yaxshisi unutamiz, undaylar bo'larkan bir tiyin. Inson qornini bir marta to'ydirmoqchi bo'lsang, unga bir bo'la non berib ko'r, baribir to'ymaydi. Agar uni bir umr to'ydirmoqchi bo'lsang, unga non topishni o'rgat, baribir vafo qilmaydi. Eng noyob ne'mat rostgo'ylik va mardlik ekan. Eng katta balo sotqin do'stlaring ekan. Noning yeb, tuzing yeb, tiz cho'kib turar, oyoqqa turganida may ichib taxt talashar. Sukut bilan qo'rqoqlik o'rtasida katta farq bor. Qo'rqoqlar mardlik haqida to'lqinlanib gapiradi. Mard kishi indamas ekan, darajasini biladi. Sukut qilamiz faqat unga atagan kulgularimiz bor. Qo'lida qadrimiz o'ynab yurganlar, ishimiz bitkazmay qiynab yurganlar, orqadan mayda gap chaynab yurganlar, bugun cho'qqilarda bizlarni ko'rmish, uni o'zim odam qilganman dermish. Tushunmadim. Mani kim deb o'ylayapti? O'zingni boshqa. Bosolmayman ha. Sen o'sha seni oyoqqa turg'izgan. Oyoqqa turg'izishini. Seni shuncha paddasi qilgan bo'lsa, erkak bo'l. O'zi qala. Men bu yerda zo'rman. Men. Sen zo'rsan. Hali ko'radi. Sharmanda qilib tashima. Ko'ramiz keyin kim zo'rligini. Tarbiyani ona beradi-yu, rahmatini ota eshitadi. Chunki ona tarbiyani bolani otasidan o'rganadi. Tarbiyasidan g'ururlanib qilarkan yolg'on g'iybat. Bunday soxta do'stlarni padariga minglanib. Ertangi kun bilan maqtanma, nima bo'lishini bilmaysan. Yaratgan beradi-yu, olib qo'yishi hech gap emas. Osmonlarga intilib, kibrlikka beradimi? Har kimning manzili bir joy, arosatda qolish hech gap emas. Hayot o'ylab o'limga savol beribdi. Nimaga meni hamma sevadi-yu, sendan nafratlanadi? O'lim kulib hech ikkilanmasdan javob beribdi. Chunki sen shirin yolg'onsan, men achchiq haqiqat. Hayot yolg'onlarga qiziqib mansab talashar do'st. Ortingda qolgan, ortingdan gapirar soxta do'st. Men yiqilganimda ushlab qolgan qadrdonlarim mahkam ushlang. Endi uchamiz, siz men uchun haqiqiy do'st. Shoira Farida Afruz aytganlaricha bor. Aslida do'st ham bir dushmanning turi. Dushmanning eng zo'ri dushmanning shiri. Chunki qo'lidadir ko'nglimning siri. Tuhmat toshlarini otgan do'stlarim, bir paytlari meni sotgan do'stlarim, bir dasturxondan tuz totgan do'stlarim, dushmanga qo'shilib g'iybatim qilmish, uni o'zim odam qilganman dermish. Bilaman men unga qanaqa udar qilishni. Yo'q, qanaqa ekan? Xotini. Yo'q. Xotini menga rosa ko'zini suzardi. Manmanlikka berilgan kibrli do'stlar, hatto ayolingga ham ko'z tikib qo'yar. Bir zumga yiqilib jim kuzatib tursang, hatto ayoling ham unga ko'z tikib qo'yar. Shunday ayollar borki, do'stlardan ham marddir. Qotgan nonni ham bir
borlarga shukr qilib bo'lishar. Shunday ayollar borki, do'stlardan ham ziyoda. Ul zot ona bolam der. minnatsiz duo qilishar. Hayotda parvoz qilish uchun qanotlar shart emas. Yiqilishingga yo'l qo'ymaydigan do'stlar bo'lsa bas. Mayli yiqildi deb o'ylasin, xayoli parishon. Vaqtinchalik o'rnida u xursand bo'lsa bas. Do'stlik biling hech qachon tugamaydi. Shunchaki ba'zilarni do'st ishga shoshilamiz. Unga oliy jazodan ko'ra kechirishdan ko'proq uni chetga surib qo'yib shunchaki unutamiz. Ha, shunchaki unutamiz. Biz salom berganda olmagan alik, o'zin osmon bo'lib yashab shunchalik. Bugun esa har kun yo'llarkan tabrik. Bizni e'tiboriga dillari zormish. Uni o'zim odam qilganman derman. Necha yil yordamga zor bo'lib yurdim. Omad kelarmikin menga ham berdim. Hech kim tushunmadi dildagi dardim. Iltimos deb borsak yuzlarin burmish. Qachondir bizlardan o'zini tortib, kibr botqog'iga botgandi botib. Indamay tursak ham bizga tosh otib, besabab ismimni g'iybatga qormish. Uni o'zim odam qilganman dermish. Qo'lida qadrimiz o'ynab yurganlar, bizlar haqda xato o'ylab yurganlar, o'zini yagona sanab yurganlar, ortimizdan yolg'on suhbatlar qurmish. Bugun cho'qqilarda bizlarni ko'rmish. Uni o'zim odam qilganman dermish.